Bugun prezident saylovi bo'lganligi munosabati bilan bachalar uyda dam olish, hammaga uyimizda tushunarli istak, shog'ol bazm, charchab ketdim. Shunaqa ham bo'ladimi qiz degan ko'rsataman sizlar. Bu ikkalasiga qaranglar, meni xonamni nimshetdi bular. Qaranglar, voy bu ko'rpamni ham yirtibdi bular. Ipi, ko'rpamni yirtalarga. Ya. Rano, Yuhi. Ko'rdingizlarmi? Mana shunday, meni kunim dam olish kunida mana shunday bo'ladi. Qaranglar, bu Ranoni sochiga qaranglar. Hozir vannadan chiqdi, hozir. Ikkalasi, ey Xudo. Ey Xudo. Ranoxon shunday yomon, opasi undan o'tiqlar. Ko'rdingizlarmi? Men har kun ana shu har dam olishda bizlar uyimizda mana shunday har doim bir-birini yeydilar, uyim rasvo. Mayli boriga shukur shular. Yuyadi bu.